Солнышко? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Urdimi? Urdimi? Hozir men uni yo'qsiraman. Oldin yetaman. Hozir hammasi yaxshi bo'ladi. Nimadir netdi. Nimadir netdi. Shahlo bonu keldilarmi? Yo'q. Keling, ahvolingiz yaxshimi? Uzr. Ahvolingizni ko'rib turib bergan savolim qarang. Meni kechiring. Men qarang, asosiysi psixologik travma olmasangiz bo'ldi. Qolgani yerunda. Men qarang. Uzr. Qo'lim sinsin. Tep ketdi. Boshingiz bormi? Bosh omon bo'lsa do'ppi topiladi demoqchi edim. Kechiring. Uzr. Javob maqtashamanglar, urmagandir Solnishka, a? Yey. Urdimi? Yashavar mujik. Ja unaqa tashavormanglar. Ikkalang ham jim bo'lsangchi, jim bo'l. Siz o'zi kim tarafsiz? Singlimni yonmasangiz-chi? Menga qaradim-da. Gapimni eshit. Shahrani qanaqaligini bilmaysanmi? Hozir nima? Hamma ayib. Kuyovda deb o'ylayapsanmi? O'zi zo'rqa aldab kuyovga bergan bo'lsak Shahroni. To'g'ri. Kuyovda ayb yo'q. Balkim qaynonasi yomondir. Senga gapirdim nima? Molga gapirdim nima? Seniz mushukcha saqlab olaman deganda. Mushukchani uyga olib keldik va u kaka qilib qo'ydi. Seniz uni tozalayotgan paytda ko'zini tirnab oldi va tomga qochib chiqib ketdi. Men uni qutqarish uchun tomga chiqdim. Men bilan mushukcha osilib qoldik. Seniz chiqib mushukchani qutqarib oldi, meni itarib yubordi. Aytdim sizlarga bu yoqdan nimadir neto deb. Yo'q, kelib, kuyovni ham itarasanmi? Bitlaqa. Unda nimaga yig'lab keldi Solnishka? Nimaga men emas mushukchani qutqardingiz desam, menga baqirdingiz deb orozlab ketib yubordi. Shahlo! Shunaqami? O'zlari mahkam ushlasinlar edi, tomdi. Men nima qildim?